Hammaga salom. Bugun sizlar bilan DJI Neo 2 dronini ko'rib chiqamiz. Bu dronni yana selfie dron deyshadi. Sababi bu dronni pulsiz, prosta dronni o'zi bilan boshqarsanglar bo'ladi. Dronni narxiga kelsak, dron taxminan $200 dan sal oshiqroq, balki $250 Buni ancha oldin olgandim. Hozir esimda yo'q. Lekin sizlarga hozir dronni har xil funksiyalarini ko'rsataman. Dronni olganinglarda ichida bitta batareykasi bo'ladi. Qolgan batareykalarni o'zim olganman sotib. Hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Birinchi o'rinda dronni batareykasini solamiz. Hop. Endi buni 2 marta bosishimiz kerak. Dron ishga tushdi. Endi bo'lsa, e'tibor bersanglar, hozir dronni mana bu kamerasini ko'rasizlar, aylanadi. Endi men bundoq qilganimda kamerasi joyida turadi. Buni sababi agar shamol bo'lsa yoki turbulentность deydi-yu, samolyot uchganlar bo'lsa, ular biladi. Xullas, bu ancha videoni kачествосini va stabilizatsiyasini yaxshilab beradi. Buni har xil o'zini modlari bor. Mana ko'rsanglar, ko'ryaptimi yo'qmi bilmayman, lekin mana bu joyda displeyda follow degan mod turibdi hozir. Mana bu knopkani o'zgartirsam, modlari o'zgaradi. Mana selfie shotga o'zgartirdim. Drone degan modi bor. Hammasini hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Kelinglar, biz followdan boshlaymiz. Follow bu juda ham oddiy. Followda hozir mana bu knopkani bossam, mana bu joyda knopkani bossam, bu meni orqamdan yurishni boshlaydi. Hozir bunday aylanib kelaman va mana ko'rsanglar bo'ladi qanaqa ishlashini. Tak. Bosamiz, ketdik. Rear, follow, 3, 2, 1. Dron orqamdan yuradi. Eng qizig'i, dron qayerga bormay, xohlasam bu yoqqa yursam bo'ladi, videoga olib yuradi. Bu juda ham qulay. Kameradan ketib qoldim ancha. Hozir kamera oldiga kelaman. Bu juda ham zo'r, qulay. Agar kimdir travel qilsa, o'zi bilan olib yursa bo'ladi dronni va hech qanaqa kamerachi kerak emas. Dronni qaytarib olish bu undan ham eng zo'ri. Mana qaranglar, dron ko'ryaptimi? Dron. Ne qilaman? Keladi hozir oldimga. Ko'ryapsizlarmi? Hech qanaqa pult yoki boshqa narsasiz. Bu juda ham zo'r. Endi hozir sizlarga boshqa modlarni ko'rsataman. Selfie shot bu dronni uchiradi va selfie 3 ta rasmga oladi. Har xil rasmga tushsanglar bo'ladi. Hozir ko'ramiz buni ham. Har doimgidek mana bu yondagi tugmachani bosamiz. 3 shot sizes. Ketdi. Selfie shot. 3, 2, 1. Ketdi. 1, 2, 3. Bo'ldi. Ana rasmga oldi. Endi pastdan ham oladi. 1, 2, 3. Hozir ham bitta rasmga oladi. Bilmayman qayerdan oladi. Ko'ramiz. 2, 3. Oy, 3 ta rasmga oldi. Qo'lingizni yana ko'tarasiz, u o'zi kelib qo'lingizga qo'nadi. Xuddi o'zingizni nima deydi? Kuchukchangizga o'xshaydi. Hamma joydan xohlaganingizcha chaqira olsangiz bo'ladi. Keyingi modiga o'tamiz. Drone. Keyingisi bu drone. Bu uzoqqa boradi va uzoqqa qaytib keladi. Eng qizig'i bu dronni yana bitta plusi, telefon orqali ham boshqarsanglar bo'ladi. Hozir telefon orqali ko'rsataman. Hozir 1 minut. DJI Fly degan programmasi bor. O'shunga kirib, bunga Wi-Fi orqali ulansa bo'ladi. Mana bu ikkita antennasi. Oldingi dronda yo'q edi bu narsa. Bu narsani olib tashlaysanglar ham bo'ladi. Отдельно sotib olish kerak bu narsani. Bu sizga upravleniyani, kontrolni yaxshiroq beradi va uzoqroqqa uchira olasiz telefon orqali. Xo'p, connectni bosamiz. Bu connect bo'ldi mana. Telefonda men dronim qayerga qarayotganini ko'rsam bo'ladi. Mana drone degan, kelinglar shuni screen yo'q edi mana. Screen recordni. Tak. Qani edi screen record? Mana topdim. 1, 2,
Xo'p, mana Drone-ni tanlaymiz. Drone. Yana boshqa modlari bor. Bularni ko'rdik. Misol uchun Follow-ni ko'rdik. Drone-ni endi ko'ramiz. Bu yerda o'zining nastroykalari bor. 20 metrgacha uzoqqa uchirishi mumkin, tepaga chiqarish mumkin yoki flight qilish mumkin. Hozir biz Rise-ni ko'ramiz, chunki men sizlarga qayerda turganimni yaxshiroq ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun ham Rise-ni bosamiz va start knopkasini bosaman hozir. 3, 2, 1. Ketdi. Mana dron ketdi, mana shu tepaga uchadi va qo'limga qaytib keladi hozir. Dronning bitta plyusi tepaga uchganda bitta video qiladi. Qaytib kelganda yana bitta video qiladi. Mana. Ikkinchi rekord ketyapti hozir. Agar yursam bu yoqqa, u yana qo'limga qaytib keladi. Qo'limga qaytib kelmadi. Aldadim sizlarni. Lekin qo'limga qaytib keluvdi boshqa payt. Mayli, keyingisi bizda Circle. Circle bu aylanib videoga oladi. Hamma joyda aylanib videoga oladi. Bu juda ham zo'r. Bunda ham xuddi aytganimdek har xil variantlarni tanlasanglar bo'ladi. 20 metr, 10 metr. Hozir men 10 metr tanlayman, chunki atrofimda nima bor? Daraxtlar bor. O'sha daraxtga tegib ketib qolishi mumkin. Lekin buni yana bitta plyusi bu shu daraxtlarni ham bu ko'rish kerak o'zi aslida. Ko'radi. Buni nima deydi? 360 gradus obstacle avoid degan narsasi bor. Ya'ni bu 360 tomon, har tomonlama bu ko'radi. Agar nimadir sezsa, ya'ni atrofida to'sqinlik qilsa, u to'xtaydi va egasiga qaytib keladi. Hozir uni ham ko'rsataman, lekin hozircha давайте Circle'ni tekshiramiz. Давай, bratishka. 3, 2, 1. Ketdi. Xo'p. Circle'ga 10 metr qo'yganman. Ya'ni bu 10 metrga hozir bunday aylanish kerak. Shohruxxonga o'xshab qo'shiq ham aytib bersanglar bo'ladi. Xullas, juda ham zo'r. Aytgandek, hozir kameram ko'rsataman. Naryoq daraxt bor. Daraxtdan daraxt ta'sir qilmadi. Juda ham zo'r. Hozir 20 metrligiga qo'yamiz. Shunda ko'rasizlar, daraxt ta'sir qilishi kerak. Umid qilamanki, u o'sha yaxshi ba'zida ishlamay qoladi-ku, haligi to'siqlardan o'tish. Da uyalmayapti. Mana shunaqa noz qilib qo'yadi. To'g'ri tushunasizlar. Nozik narsa. Endi Rocket degan narsasi bor. Bu ham zo'r. Bu tepaga chiqadi-da. Tepadan sizni oladi videoga. Hozir buni ham ko'ramiz. Rocket. 3, 2, Ketdi. 1. Bu hozir tepamga chiqadi. Qarab turasizlar. Ketdi. Tepadan 4 metrga chiqish kerak. Buni men tanlasam bo'ladi. SMS kelmaydi. Ya'ni yurib ketsam bo'ladi. Juda ham zo'r. Qo'limga. Burası hech narsa bosayotgan yo'q, o'zi kelish kerak. Lekin ba'zida nos qilib qolish ham bor. Ana, qo'ndik. Keyingi variantimiz bizda Dolly Zoom. Bu juda ham zo'r. Hozirlarga ko'rsataman. Buni tasvirlab berishim qiyin. Bu kamera uchadi orqaga yoki oldinga sizlarga qarab. Bu o'sha uchgan paytida bu yaqinlashtiradi, ya'ni zoom qiladi. Shunda qanaqadir ajoyib bir effekt bo'ladi. Hozir tekshiramiz uni ham. Tak, qaysi tomonga uchaylik? Bu tomonga uchaylik. Tak, start. Tak, medium, full, kelinglar wide qilamiz. Чтобы bilish uchun. Agar yaxshi bo'lmasa o'zgartirsam bo'ladi. Montajni bilmaysizlar, baribir. Ketdi. 3, 2, 1. Ketdi. Bunday qilsalar bo'ladi. Bunday qilsalar.
kamera jimjit ko'rayotgandim. Lekin hozir dronda chiroyli ko'rinish kerak. Endi orqaga qaytadi xuddi shu. Ular shunaqa effekti bor. Endi uni yaqinrog'ini ham ko'raman hozir, chunki menimcha uncha o'xshamadi. Landing. Xo'p, Here. aytgancha ko'rganlar-da, buni voice control ham bor. Ya'ni drone fly desam uchib ketish kerak bu. Lekin hozircha ishlatmaymiz. Yana bitta narsa bor. Bu yoqda boshqa menga yoqqani bu cycling follow, ya'ni oddiy yurgandan ko'ra kimdir velikda uchsa, velik haydasa, o'shini nima qiladi? Nima deydi? Follow qiladi. Bu tezroq uchish uchun. Master Shots tekshirib ko'rmagandim. 1,5 minut olar ekan. Kerak emas hozir bizga. Keyingisi bu Helix. Bu ham juda ham zo'r. Menga yoqadi. Helix bu yo'ldan boshlaymiz. Helix bu hozir Circle ga o'xshaydi, lekin bu tepaga uchib boradi. Hozir ko'ramiz buni ham. Tak. Let's go. Start. Bu yo'ldan boshlaymiz. 3, 2, 1. Davay. 3 meni burgutim, qaldirg'ochim. Ketdi. Va uchadi, uzoqlashib boradi hozir. Tepaga uchadi. Ketdi. Ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l. Voy, yomon. Omadim kelib shu daraxtga tegdi. Toz daraxt ko'rsatamaslar. Sabr qilinglar. Kellar. Kel. Kel bag'rimga kel. Xo'p, keyingisi bumerang. Bumerangni ham hamma bilsa kerak. Xo'p, keyingisi bumerang. Ittochi. Bu yerdagilar itni juda ham yaxshi ko'rishadi. Xo'p, keyingisi bumerang. SMS kelmay tursa, keyingisi bumerang. Bu uchadida va qaytib keladi. Bu juda ham oddiy. Buni ham tekshiramiz. Bumerangjon, ketdik. 3, 2, 1. Hozir ko'rsatganlarimni hammasini o'zida ham telefonsiz ko'rsanglar bo'ladi. Prosta telefon bilan ko'rsatganim sababi buni boshqa kontrol Yuziga olsin chaqang. Xullas, davom etamiz. Prosta shunaqa qilgim keldi. Xo'p. Hozirlarga boshqa variantini ham ko'rsataman. Tak, eng spotlightni tekshirib ko'rmaganman. Ko'ramiz qanaqa ekan. Hech qachon tekshirib ko'rmaganman. Ketdi spotlight. 3, 2, 1. Buni qanaqa olishni ham bilmayman. Hozir montajda ko'ramiz buni. Nima qiladi endi bu? Nima xohlaysan deydi. U tushundinglarmi? Buni shunday qo'yib qo'yasizlar-da, ketdi va shunaqa qilib gapirib yuraverasizlar. Qaranglar, tabiat chiroyli deb, hali blogerlarga o'xshab gapirasizlar. Yoki nari yoqda bitta hozir ayol ko'rsataman. Daraxtni ham ko'rsataman. Mana. Albatta ayol ko'rsatmayman. Xullas, men bu daraxtga urilib ketishiga oz qoldi. 3 marta yoki 2 marta. Ular shunaqa ekan. Stopda bosamiz. Ke bu yoqqa deymiz. Return to the home deydi. Landing. Xo'p, ko'ryapsan, bu juda ham zo'r narsa. Buni sizlarga ya'ni ko'rsatishim kerak bo'lgan yana bitta narsasi bor. Hozir ko'rsataman. Xo'p,
tabriklayman, telefonimda joy tugadi. Lekin eng qiziq joyi bor edi. Hozir narsalarimni o'chirib, boshqatdan videoga olishim kerak. Xo'p. Kelinglar bumerangni tekshiramiz. Bumerangga hozir 10 metr qo'ydim. Mana, startda bosaman. 3, 2, Ketdi. 1. Davay. Hozir bumerang bo'ladi. Orqaga uchdi. Bu aylanguncha men nima qilay? Videolarimni o'chirib turaman. Tak. Qani. Qani men rasmlarim. Tak, select. Shuna ham ko'p olgan videolarim bor. Beman videolarni o'chiramiz. Bo'ldi, rasmga oldi, videoga oldi. Videolarni o'chiraylik. Kel o'zimga. Ke. Okey endi. O'zing nomi. Shu ba'zida o'zini olar ekan, shunisi yomon. Tak, o'chirdik. Delete 50 ta videoni o'chirib tashladim sizlar uchun. Hech qachon o'chirmayman o'zim narsalarni. Aytishadi, hech qachon dema. Shuning uchun ham o'chiramiz. Tak, keyingisi recently delete your album. Select. Bunday qilamiz. Delete all from this iPhone. iPhone'ni shu screen recordni yaxshilashni bilsanglar kommentariyaga yozinglar, chunki hali ko'p videoga olmoqchiman bu dron bo'yicha. Endi dronni eng menga yoqqan qismini ko'rsataman. Uning uchun yana screen recordni bosamiz. Bumerangdan o'zgartiramiz. Qaysini o'zgartiramiz? Bunday qilamiz. Tak. Droni manual control, mana manual controlga o'zgartiramiz. Buni ya aytgandek eng qizig'ini aytish esimdan chiqibdi-yu, bu selfie dron deyilishiga sababi ham buni har xil variantda olsanglar bo'ladi videoga. Ya'ni telefon uchun yokida YouTube uchun olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga ham bitta narsa ko'rsataman. Tak, telefon, ya'ni manual control bu. Ya'ni telefon orqali o'zingizlar xohlagancha boshqarsanglar bo'ladi. Take off'ni bosasizlar. Bu bechara uchadi. Keyin biz orqaga uchamiz hozir. Orqaga uchish knopkasini bosyapman. Rotate'ni bosib orqaga uchsak ham bo'ladi. Bu hozir sal tom ketyapti, chunki pastda nimalar bor? O'tlar bor. O'tlarni ham ko'ryapti-da, o'ylayapti bu xalaqit beradi menga deb o'ylayapti. Biz esa teparoqga chiqamiz. Tak, videoga olish bosaman, yaxshi ham telefonniki bor. Ketdi, teparoqqa chiqamiz. Ketdi. Yana ham tepaga chiqsak bo'ladi. Agar orqaga qarasam o'zim tarafga X degan narsa turibdi. Bu home point, ya'ni uyga kelish nuqtasi, uyi. Hozir kamerada ko'rsatsam, bu juda ham balandda hozir. Yana ham balandga chiqaraman. Ko'ramiz qancha chiqar ekan telefon orqali. Chunki men sinagan paytlarim faqat pult orqali ishlatganman. Buni pult orqali ishlatsanglar ham bo'ladi. Wow. Tabiatni ko'ryapsizlarmi? Yorug'rayishni tabiat. Ataylab shu videoni olish uchun keldim. Shuning uchun like bosib, podpisatsiya qilib, kommentariy yozib, bu narsalar deb yuborsanglar, xursand bo'laman. Ko'ryapsizlar, bu juda ham qiyin. Shunaqa issiqda kelib, videoga olib yurish o'zi bo'lmayapti. Ketdik, tepaga uchdik, endi sal oldinroq uchamiz. Umuman xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Bu zaryadi oz qolgan payti o'zi uyga qaytib keladi. Hozir uyga qaytib kelishini ham ko'rsataman. Ketdi u darish uchib. Juda ham zo'r. Bu dron hammasi bittada.
Bu dron hammasi bittada. Buni nima edi, oddiy qimmat dronlar bilan bunaqa qila olmaysizlar. Bu dron bilmayman, men juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Olganimdan beri yaxshigina ishlataman bu dronni. Eng qizig'i bu dron orqali pul ishlab topyapman hozir. U haqida ham video qilaman. Keyingi videoda ko'rasizlar. Bu yoq shahar, qaranglar. Bu yoq men turgan joy, bu yoq bo'lsa dala, dashti, keldi qish. Qorbobomiz qaydasan? Starba lep qildi. Xullas, shunaqa imkoniyatlari bor. Ko'rdinglarmi hozir? Low battery deydi. I return to home qiladi hozir. Uyga qaytib keladi. Confirm'ni bosamiz. Ko'ryapsizlarmi? Yo'li ham bor o'zini uyga qanaqa qaytish. Hozir qaytib keladi. Prям mana shu tepamga keladi. Qo'limiz bilan har doimgidek ushlab olamiz. Video zo'r bo'lyapti, menga yoqyapti. Montaj ishi kam bo'ladi. Bittada yaxshi gapiraman deb o'ylamagandim. O'zim ingliz tilida kontent qilaman. Qiyin ancha ingliz tilida. Xo'p, mana uyga kelyapti. 20 minut taxminan bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana shunaqa har xil variantlar qilib. Ana otlar, vau. Landing. Hozir otlarni videoga olamiz. Kstati, pul topyapman dedim-ku. Critically low battery warning. Har xil joylarga borib videoga olyapman, shunga pul berishyapti menga. Shu otxonaga ham borganman yaqinda, o'shani ham ko'rsataman. Montajda qo'yib yuboraman. Chotki video bo'lgan. Dronimiz kelyapti. Ko'rasizlar, umuman e'tibor bermasa ham bo'ladi. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi, chunki dron har doim qaytib keladi. Low battery. Aircraft landing automatically. Automatically. Xullas, hozir buni o'chiramiz. Batareyani almashtiramiz. Keyin yana bitta zo'r narsasi bor. Bu zo'r narsasi ko'p ekan-u deyishinglar mumkin. Ha, ko'p. Juda ham ko'p. Shuning uchun ham oldim-da. Zo'r narsasi bo'lsa olardim. Bundan oldingi dronim bundan ancha katta edi. Bu hozir 250 grammdan kam. Buni xohlagan joylarda ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni shaharda ichida ham, nima deydi? Xullas Yevropada, O'zbekistonda dronga ishlatish umuman mumkin emas. Lekin Yevropada dron ishlatish mumkin. O'zini qonun qoidalari bor. Misol uchun 250 grammdan kam bo'lsa, vesi dronni xohlagan joylarda uchirsanglar bo'ladi. Endi o'zini qanaqadir bazalari bo'lishi mumkin. U yoqda mumkin emas uchirish. Lekin 90% joyda, Yevropaning joyida uchirish mumkin. Litsenziyasiz agar 250 dan kam bo'lsa, agar undan ko'proq, og'irroq bo'lsa, litsenziyangiz bo'lishi kerak. Endi borida litsenziya meniki 500 gramm deb yarim kilolik narsa uchib yuradi. Tasavvur qiling, mashinaga tegsa yoki odam boshiga tegsa, fatalniy исход bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham shuni oldim. Shaharda ichida ham uchirsam bo'ladi. Lekin uchirmadim. Duxum yetmadi. Tilni yaxshi bilmayman, Chexiyada Melisaka nima uchirding desa nima deyman? Hazil uchiraman baribir ham. Shaharda ichida chunki ruxsat bor. Melisa hech narsa demaydi. Hozir yana bitta oxirgisini ko'rsataman. Undan keyin videoni tugatamiz. Va otlar zo'r uchyapti. Zo'r uchyapti deyman, zo'r ko'rinyapti bu yoqdan. Xullas, yana bitta yo'li. Bizga hozir telefon kerak emas. Biz hozir bu yoqdan mana follow turibdi. Faqatgina bitta narsasini, o'zgartirmayman ham dash. O'zi maqsad shu-yu. Lekin bitta narsasini tekshirib qo'yay. Tak, reconnect bosamiz. Hozir bitta narsasini tekshirib qo'yay. Tak. Follow. Xo'p, followda, ya'ni follow qilganinglarda sizlar o'zingizlar xohlagan tarafdan follow qilsanglar bo'ladi. Ya'ni xohlasanglar o'ng to'g'ringlardan, xohlasanglar orqanglardan shuni ko'rsatadi. Xo'p.
Ketdi mana. Followda ko'rayotgan bo'lsanglar, bu orqadan turibdi hozir. Buni bunday qilsam, oldimdan oladi. Bu yoqqa qilsam left, ya'ni chap tomonimdan oladi. Bundoq qilsam right tomon, ya'ni постоянно shu o'ng tomondan uchib ketaveradi. Olib videoga olib ketaveradi. Kellasini shunday ko'raylik, keyin undan keyingi yana bitta zo'r narsasini ko'rsataman. 3, 2, 1. Ketdi. Mana o'ng tomonimda постоянно turadi. Qo'rqitma. Qo'rqma o'zing ham. Mana ketdi, burilyapman. Hozir o'ng tomonimga o'tish kerak. O'ng tomonimga o'tish kerak. Ha. O'tish kerak o'ng tomonimga. Xo'p, keyin o'zgartiramiz. Left qilsamiz. Hozir bu mana bunday leftga o'tadi. Ana. Yurib xohlaganinglarni shunaqa boshqarib yursanglar bo'ladi. Dron sal u yoqqa borib keladi-yu, lekin bu sizni aytganingizni qilmoqchi bo'ladi постоянно. Mana leftga o'tdi. Просто bunaqa tomi ketishining sababi bu sensorlari hozir pashalar uchib yuribdi. O'shlarni ham ko'radi-da, o'ylaydi bu to'siq deb o'ylaydi. Shuning uchun aylanib o'tishga harakat qiladi. Shu tomoni bor. Xo'p. Endi eng zo'ri telefonni o'chiramiz. Screen share'ni o'chiramiz. Hozir ko'rsataman. Bunday qilaman. Mana. Ketdi. Bunday qilaman. Ketdi mana. Ha. Hech qanaqa pult hech narsa yo'q mana qo'limda. Mana tepaga qilsam, pastga qilsam pastga tushadi. Tepaga qilsam tepaga ko'tariladi. Mana shunaqa qilib videoga olib yursam bo'ladi. Ha. Mana. Yosh boladek xursand bo'lib yuribman mana. Jidayga o'xshaysiz, jiday. Ma'qul. Endi qaranglar, endi undan ham zo'r. Ikkinchi qo'limni qo'yaman. Mana bunday qilaman. Bunday qilaman. Uzoqroqqa uchadi. Ketdi mana. Ketdi. Endi bunday qilaman. Deyman oldimga. Ha. Ko'rasizlarmi? Umuman pulsizman. To'xta, всё. Tepaga ko'taril. Qo'limni qara, orqaga uch. Davay. Ashta zo'r. O, yo'da boshqa kachoy boboy turibdi. Ko'rib jinnimi bu desa kerak. Ha, ketdi. 3. Balandga 3. Shundan boshlasam bo'lardi ekan videoni. Juda ham zo'r. Oldin hech qilmagandim. Hozir o'zim maza qilyapman. Birinchi marta qilib. Qani yana ham uzoqroqqa o'tchim. Ketdi. Mana shu maksimum ekan. Bo'ldimi? Yaqinroq. Bo'pti, orqaga bor. Azlashdi. Pashshalar hayron, nima bu qilib yuribdi bu? Katta pashsha deb. Ketdi. Yomon tez. Video cho'zilib ketadi hozir. Yana o'ynayman videodan keyin. Ke. Ana. Eng qizig'i bu hamma videoga olganimizni o'sha boyagi приложениyadan ko'rsak bo'ladi. Men hammaga videoga olganlarimni sразу tekshirib olsak bo'ladi. 3 minutlik video bo'lgan, ko'ryaptimi? Xullas mana qo'lim bilan tekshirganim hammasi bor. Xullas juda ham zo'r. Menimcha hamma narsani aytdim. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Bundan keyingi videoda qanaqa qilib $500 topganim haqida aytib beraman shu dron orqali. Bu dronni yana juda ham ko'p foydali taraflari bor. Misol uchun bu dron o'zi ikki xil bo'ladi. FPV dron va oddiy dronlar bo'ladi. Bu dron mix, ya'ni FPV qilib ishlatsanglar ham bo'ladi va oddiy qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Buni FPV qilib olganimni alohida videoga ko'rsataman. Undan keyingi videolarda bo'ladi.
Ungacha xayr, sog' bo'linglar. Maza qildim sizlar bilan. O'ylamanki, sizlar ham men bilan maza qildinglar. Shuning uchun podpisatsiya qilinglar. O'sha uzoq xayrlashaman, lekin hammaga xayr.